Assalomu alaykum. Sizlarga navbatdagi xonadonimizga qo'yilgan neoklassik usuldagi eshiklarimizni video obzorini qilgani yetib keldik. Bu xonadon mayda detallargacha dizaynskiy proyekt asosida qurib bitkizilgan. Eshiklarimizni ham uyni balandligiga moslab, obmanka framugalik qilib yasab berganmiz. Maqsad eshikni baland ko'rsatish bo'lgan. Xonadonimizning birinchi etaji barcha eshiklarimiz 290 balandlikda, bu bez framuga holatda yasab berilgan. Eshiklarimiz 5 sm qalin polotnoda yasalgan va birinchi etajimiz esa oq rangga bo'yalgan. Hozirda minimalizm interyerda urfga aylanib borayotgan skritli eshik ham o'rnatib berdik. Ushbu xonadonga nafaqat Akbarich MDF eshiklarini, balki tashqi eshik romlarini ham imzodan o'zimiz o'rnatib berganmiz. Akbarich sifati bilan o'z mijozlarining ishonchiga erisha olgan fabrika.